Yaponiya Asahi Shimbun gazetining muxbirlari yaqinda Urumchi va Qashqarni ziyorat qilib, bu ikki rayondagi nurg'un masjidlarning Xitoy doiralari tomonidan chiqib etilganligini va sayohatchilarning ishlatilishiga topshirib berganligini bayqagan. Asahi Shimbun tor betida e'lon qilingan maqolada Qashqardagi bir qism masjidlarning ahvoli tonishtirilgan. Maqolada mundaq deyilgan: Oktyabrning 5-ida bu yerdagi gumbazlik binoda uning masjid ekanligi ko'rsatilgan islom hilol oy belgisi o'chirilgan. Binoning ichimi butunlay qahvaxonaga o'zgartirilgan. Ilgirki cho'ng masjid sayohatchilar orom oladigan joyga aylandi. Xitoy sayohatchilar bu joylarda choy ichib yoki yetib orom oladi. Manbalarning aytishicha, bu qahvaxonaning tijoratchisi Guangdong o'lkasidan kelgan bir Xitoy bo'lib, u ilgari masjid bo'lgan yerni qayta qurgandan keyin 2019-yil mayda tijorat boshlagan. Shu yerdagi bir aholi Qashqardagi masjidning restoran va orom elish rayoniga o'zgartganligidan ko'ngli yerim bo'lganligini bildirdi. U, biz oilaning sirtida ibodat qilishdan qo'rqamiz. Shunga uyda maxfiy namoz o'qishga majbur bo'lib qolamiz dedi. Doklad yana Avstraliya strategiyalik tadqiqot o'rnining tadqiqoti bar bo'lib, tadqiqotda ko'rsatilishicha, Sharqi Turkistonning janubiy va shimolidagi 180 masjid har xil sabablar tufaylidan vayron qilingan. Türkiye Keləcək Partiyisi Xitay zulmü ostidagi Şərqi Türkistondagi mazlum xalqning ovozini Türkiye ve dunyoga anglatish uchun bir axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazmoqda. Bugun soat 11da boshlangan yig'inda sobiq Türkiye bosh ministri va Keləcək Partiyasining raisi Ahmet Davutoğlu, muavin raisi Selçuk Özdağ va tashqi munosabatlar mudiri Umid Yildirim so'z qildi. Bu yig'in dunyo qo'zg'aldi, hukumat sukutda, Sharqi Turkiston egasiz emas shiori bilan e'lon qilingan. Yig'in Keləcək Partiyasining ommaviy taratquv hisoblarida naq maydondan tarqatildi. Xitoy-Amerika pan-texnika urushi kunsi kuchayotdi. Amerikaga taqobil turish uchun Beyjiڭ eksportni kontrol qilish qonunini tezlatdi. Xitoy 13-navbatlik mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komitetining 22 qitimliq yig'ini 17-chesla eksportni kontrol qilish qonunini ma'qulladi. Manba kodi va hisoblash usuli kontrol doirasiga kirgizildi va kontrol qora tizimligi turg'izildi. Bloomberg 17-chesla Beyjingning davlat bexatarligini qo'g'dash uchun sazgur mahsulotlarning eksportini cheklaydigan yangi qonun ma'qulliganligini sharhladi. Tahlilchilarning qarashicha, texnika sohasidagi jiddiylik kuchayotgan bir paytda bu Beyjingning Amerika bilan bo'lgan raqobatda muhim texnikalarni qo'g'dishiga foydali. Shundaqla bu Xitoy-Amerika texnika urushining texmi qizib ketishidan derak beradi. Xitoy-Amerika munosabatining nacharlashishi Washingtonning Huawei texnika cheklash shirkati, TikTok, Undidor va SMIC qatorliq nurg'un Xitoy shirkatlari va detallarga qarshi harakat qo'llanishiga sabab bo'ldi. Gerçi Xitoyning hozirgi kontrol tizimligi Amerikadagiga qaraganda xeyli kichik bo'lsa-mu, ammo Xitoy savdo ministrligi 8-oyda algoritm va uchqisiz aeroplan qatorliq texnikalarni o'sishiga olgan tuzatish kirgizdi. Bu tizimlik texnik kengaytirilib, texnik ko'p mahsulot va texnikalarni o'sishiga oladi. İran Birleşken Devletler Teşkilatı tarafidan 2007-yildan boshlab yo'lga qo'yilgan qurol ئېمبارگوسىنىڭ amaldan qoldirilganligini va bugundan boshlab qonunliq cheklamasiz holda har xil an'anaviy qurollarni sotib olaydiganligini e'lon qildi. İran Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Tehronning Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik kengashining 5 a'zosi va Germaniyadan iborat 6 davlat o'rtasida 2015-yili imzolangan yadro kelishimiga asosan 13 yil yo'lga qo'yilgan xalqaro qurol-yarog' embargosi va Eronning bir qism amaldoriga qo'yilgan xalqaro sayohat cheklamasining bekor qilinganligi o'tirg'i qo'yildi. Bayonotda xalqaro jamiyatning Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik kengashining 2231-nomerli qarori va yadro kelishimini Amerika hukumatining tirishchanligiga qarshi qo'g'daydigan muhim bir kun deyildi. Amerika hukumati 2018-yili bir taraflama holda yadro kelishimidan chekinib chiqdi. 2018-yili 8-oydan boshlab Eronga tarixdagi eng og'ir jazoni yo'lga qo'yishga boshladi. Bu Tehronning boshqariladigan bomba programmasi va rayon ta'sirini cheklashni o'z ichiga oldi.
Tünügün Xitayda o'tirg'i chiqqan Wuhan virusida 413.124 yangi yuqumlanuvchining bayqalishi bilan yer shari yuqum ahvoli boshlangandan buyangi eng yuqori kundalik yuqumlanuvchi soni xotirlangan. Xabar qilinishicha, Yevropada tunji to'lqin muvaffaqiyatli holda bostirilgandan keyin yaqinqi bir necha hafta ichida yangidan yuqumning markaziga aylangan. Oldingi hafta Yevropada kuniga o'tiri hisob bilan 140 ming bemor bayqalgan. Yaqinqi kunlarda Yevropada kundalik vaqalar Amerika, Hindiston va Braziliyaning yig'indisidan ko'p bo'lgan. Dünya miqyosida doklad qilingan har 100 yuqumlanuvchining 34 Yevropa davlatlaridan doklad qilingan bo'lib, Yevropada har 9 kunda taxminan 1 million bemor xotirlangan. Dünya miqyosida yuqumlanuvchilarning umumiy soni 39 million 869 ming 164 ga, umumiy o'lgich soni 1 million 112 ming 908 ga yetgan.